yaxshi eshitib olinglar quloqinglar bilan. Men jannatiyman, men yaxshi odamman, men ahli saxovatman, men yaxshi savoblarni qildim, hajga bordim, umraga bordim, hammasini qoyil qildim. Akang qarag'ay taralla bedod dedingiz, lekin 100 so'm birovni haqqini yedingiz. O'zbek puliga 100 so'm nohaq. Nima bo'ladi desa? Siz jannatga kirmaysiz, to'xtab turasiz. Do'zaxga kirib ketayotgan odam aytadi: "Baraka topkur, Ahmadxon mendan qarzdor edi. Qanaqasiga kishi jannat ketadi? Haqqimni bersinlar. Marhamat qilib haqqim berib qo'ysinlar, keyin jannatga kirsinlar." Mana endi bugunlik kunda qasoslar, o'chlar olib beriladigan kun keldi. Endi qasosimni, o'chimni olib olay, haqqimni olib beray deyiladigan kun keladi, birodarlar. O'sha kunda sharmanda bo'lib qolishdan hammalarimizni o'z panohida asrasin iloyim.